Assalomu alaykum. Bugun Holdanbek bozoridamiz. Mehmon bozori. Gullarni qilib bor ekan ko'chatlar. Sizlardanmi? Ular qana sotiladi? Hadovoy gullarmi? Mana gullar zo'r ekan mana. Qarang. Tuvakchasi nechi pul? Tuvakchasi 1,5 ming so'm. 1,5 mingdan mana yashik olganlarga kelishtirib berdilar ekan. Hammasi pasti bir xilmi? Yo'q, bular 8 tadan, bular 6 tadan. Yaxshi. Zo'r mana gul bozori. Buyog'i mana qush bozori ketdik mana. Holdanbek qush bozori. Eng qimmat qaysi bulardi? Mana Miramir desvet. Bular necha puldan? 400 ming. Radishiylar bor 500 ming, 450 ming. Ana Miramir ranglar qimmat yurar ekan. Aferin. Buyoq o'tamiz. Holdanbek qush bozori. Bedana bozor. Belorasida. Sizda eng qimmat qaysi? Miramir degani shumi? Aha. Holdanbek qush bozori, bedana bozor, kelaverasizlar ekan yoppasiga. Bedana bozorga o'tamiz. Bedanalarda atchamalda ekan mana. Buni yaxshidan olaman. Bedana bozor. Qafaslari bor. Qafaslari nechi pul? Ustiga nechi pulda bu qafaschalar? 60 ming ekan bular. Hammasi 60 ming. Mana o'zicha qimmatroq. Mana qimmatroq ekan. 60 ming. Bedanalar zo'r ekan mana. Bular ham sayraqimi yo'q? Aferin. Bular necha puldan sotiladi? 60 ming. Bir nafasda nechta uradi shu 60 mingligi? Endi hoshlar bilan sayramay yemadilar. Ha, cho'jami? Galada turgan bedana. Ha, galadagilar ekan. So'yilmagan tarvuz yo'q, qolur. Chiqsa zo'ri chiqib qoladi. Chiqishi mumkin, sayramaydigan ham chiqishi mumkin. Endi sayramaydigan chiqmaydi, xudo xolasa. U hali bir nafasda sayraydiganida, bir nafasda 10 ta uradigan ham bo'ladimi? Ular 12 ta. Ular eng qimmat bo'lsa kerak, Ya bizda endi 60 million yana ularda chiqadi. Telefonda ko'rdingiz, sayratib kelishdi. 10 ta uradigani, 12 ta uradigan. Nechi pul chaman? 60 mingga olgansizlarda. 60 mingga olib ketdi, shuni olganda. 60 mingdan olgan ekan, 12 ta uradigani ham chiqar ekan. Bir nafasda 12 ta sayraydi. Aferin. Chiqib qoladi. Bu nima? Yemlarimi? Ha, yemlar. Bedanani yemi mana, qurtchalar. Asosan savdoning non go'shati. Salomat bo'linglar. Hammalarga ishlarga rivoj, bedanavozlar, qush ishqivozlari. Uchaverasizlar. 60 mingdan hali so'yilmagan tarvuz deganda ichidan zo'rlar ham chiqib qolar ekan. Salomat bo'linglar.